Equinox maşinimiz 360 gradus kamera görgenimiz Equinox'ta bu maşinimizde ustanovka qilingan ekan. 2023-yilda ishlab chiqarilgan Equinox maşinimizni zo'r narxda sotib olib beramiz. 30 ming kilometr tutdi. Tan narxini 340 million so'm. Yep-yangi holatida, yep-yangida mashina dim pokiza turibdi. 4 tane yumshoq pollar qo'yilgan, paroklar ustanovka qilingan, 360 gradus kameralar ustanovka qilingan. Mashinamiz родной kraskada, benzinda mashinamiz. Liboy proverkaga javob tekshirtirib ko'rib asosida bo'laveradi. Mashina o'z salon qismiga kelib ko'rsangizlar, bilasizlar, laminatsiyalar полностью qilingan, hammerlarning qirilmasligi uchun hech qanday qirilib ketgan joylari yo'q. Traves tablolar ham ustanovka qilingan mashinamiz. Bu narsangiz ham где-то $200 atrofida dursa kerak. 30 ming kilometr yurgan Liboy proverkaga javob, salon qismlari mazza turibdi, mashinamiz hech qanday qirilib, sirilib, sarapinat joylari yo'q. 340 million so'm 2023-yil 30 ming kilometr yurgan Equinox. Zo'r narx, kredit, barter, narx asosida ishlayveramiz. Narx oladimiz ustida bir so'm yarım so'm. Gelish pradonlarimiz ham kim shu mashinamiz qiziq bo'lsa, Cholish avtosalonga murojaat qilasiz, tashkil qilamiz.